Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga navbatdagi keysni taqdim etmoqchiman. Demak, 43 yoshli ayol ofisga kelibdi. Amenorreya bor ekan. Bu patsiyentda 2 yil oldin noregulyar ravishda menstruatsiya bo'lgan va uni oxirgi menstruatsiyasi 9 oy oldin amalga oshgan. 9 oy oldin bo'lgan. Family historiyasi unremarkable, ya'ni oilaviy tarixi ahamiyatga ega emas. Laborator ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, prolaktin miqdori oshgan va TSH normada va beta HGG, ya'ni beta xorionik gonadotropin aniqlanmaydi. Serum kalsiy normada. MRT ko'rsatadiki, pituitryda, ya'ni gipofizda 6 mm adenomani aniqlabdi. Bu patsiyent medical, ya'ni dori va xirurgik terapiyani inkor qilibdi, chunki u menstruatsiya periodlari kelmagandan mamnun ekan. Agar bu patsiyent davolanmasa, quyidagi qaysi holatlar yuzaga kelishi mumkin? Quyidagi holatlarning qaysi biri eng katta risk hisoblanadi? Albatta, bu keysni o'ylab to'g'ri javob topasiz degan umiddaman. Tahlili keyingi videoda beriladi.